Uyghur diyarının To'qqizara nahiyasiga urgan naq maydon telefon ziyoratlarimiz davomida To'qqizara nahiyasidagi bir saqchixonning Xitoy xodimi bir yilning har bir kunida, ya'ni 365 kunning hammasida qattiq zarba berishning davom qilayotganligini bildirdi. Xitoy ijtimoiy taratqulardan Douyin, ya'ni TikTokda Xitoyning Uyghur rayonida 100 kunlik zarba berish harakatining boshlanganligi, bu harakatning Xotan viloyatidagi har qaysi nahiyalarda jiddiy ilib berilayotganligi xabar qilingan edi. Xotan viloyatidagi jamoat xavfsizligi organlari 6-oyning 25-kunidan 9-oyning 30-kunigacha yozliq amonlik saqlash bo'yicha zarba berish, tuzash harakatini qanot yaydirdi. Egallashimizcha, Xitoyning 2023-yillik 100 kunlik zarba berish harakati Xitoy Ministerligining bir tutash planlashi bilan elib berilayotgan bo'lib, bu yil 25-iyundan 30-sentyabrgacha davom qiladi ekan. Jamoat xavfsizligi ministerligi 25-yilda yoz faslida amonlik saqlash, zarb berish tartibga solishdagi 100 kunlik harakatni qanot yaydirdi. Qonun bo'yicha qat'iy zarb berish kerak. Qarorda razil kuchlash harakatini qat'iy. Halbuki bu harakatning Uyg'ur avtonom rayonining har qaysi shahar viloyatlarida intayin dag'dug'liq elib berilayotganligi ma'lum bo'ldi. Radyomiz ziyoratini qabul qilgan Kunas nahiyasidagi saqchi xodimlarimi qattiq zarba berishning 100 kunlik bo'lmasdan, balki 365 kunning hammasida davom qilayotganligini bildirdi. Xitoy taratqularida berilgan bu vaqtdagi xabarlarda 100 kunlik zarba berish harakatida jamiyat amonligini buzadigan 9 xil jinoiy qilmishning zarba berilish nishoni qilinganligi ta'kidlangan. Öktemni qilib chatoq chiqarish, to'plashib urushish, ommani bo'zaq qilish, qaqti so'qti qilish, bozorni changilga kirgizib olish, qonunsiz yig'ilish qilish, yomon niyatda fitni ig'vo tarqitish, qatorliq qonunga xilop jinoiy qilmishlar, qora guruhlarni tozalash, razillikni tugatishni doimlashtirishni ilgari surish. Buning ichidagi bir moddada qonunsiz yig'ilish o'tkazishga, yomon niyatda fitni ig'vo tarqitishga zarba berildi deyilgan. Xitoydagi 100 kunlik zarba berish harakatining Uyg'ur rayonida qanday elib berilayotganligini egallash uchun bir qanchilgan shahar va nahiyalardagi saqchixonlarga telefon qilib surishti qildik. Rayondagi ko'p qism saqchi idoralari va saqchixonlarning xodimlari telefonlarimizni javobsiz qoldirdi. Ammo To'qqizara nahiyalik saqchi idorasidan telefonimizni olgan bir Xitoy saqchi savolimizga mundaq javob qaytardi. 喂，你好，是公六县城镇派出所吗？对，公六县城的派出所。现在不是正在进行百日行动吗？而且我想知道这个百日行动中， telefonimizni olgan bir Xitoy saqchi savolimizga mundaq javob qaytardi. 不要说这个百日行动，我们打击一切违法犯罪行为。你不要管我们百日行动里面，我们一年365天，每天都在打击违法犯罪，不是说这个百日行动完以后。 Siz 100 kunlik zarba berish harakati deb turib olmang. Biz qonunsiz jinoiy qilmishlarga davomli va izchil turda zarba beramiz. Barliq jinoiy qilmishlarga zarba beramiz. Bu 100 kun bilanla cheklanmaydi. Biz har qanday vaqtda, ya'ni bir yilning 365 kunning hammasida qonunsiz qilmishlarga zarba beramiz. Bu saqchi xodimi so'zini davomlashtirib yana mundaq dedi. 百日行动过完以后，再有犯罪我们不处理了，不是吧？ 100 kunlik zarba berish harakati to'xtagandan keyinmi bizning qonunsiz jinoiy qilmishlarga zarba berishimiz to'xtab qolmaydi. Buni 100 kunlik deb o'ylamsiz? Hargiz undaq emas. Biz bir yilning 365 kunda, ya'ni har kuni qonunsiz jinoiy qilmishlarga zarba berib kelyapmiz. Bu qatamliq 100 kunlik harakat oxirlashdi deganlik, hargizmi qonunsiz jinoiy qilmishlarga zarba berish to'xtaydi deganlik emas. Mazkur Xitoy saqchining tavsiyasi bilan telefonimizni olgan qozoq saqchi xodimi bu qitimliq zarba berish harakatining nishonlari haqida to'xtaldi. Mesela 100 günlük zarba berish harakatiga kirdiganlari, manda zar çekidigan, satıdigan, kema qima oynaydigan, toplashib odam urdigan, so'qishidigan, o'g'irlik, ashuna jinoyatlar kirdi, ashuna nimalar. U so'zida jamiyat amonligini buzgan, o'g'irlik, yanchiqchilik, qimor o'ynash, zahar setish qatorliq jinoiy qilmishlar bilan shug'ullanganlarga zarba berish nishoni qilganligini bildirdi. Ya varan surun qilib aşağıda taktis asayaki ashuna ishlar bo'ldi. Qurib berib o'sha qarab tursa hech qanday harakat yo'q deb qaraymiz. Ya boshqa sizni masalan kunduz marab kashda o'g'irlik qilgan harakatlar bo'lsa, o vaqtda biz bir taraf qilsak bo'ldi. U yana
mahalliy komiteti yoki soqchi organlarga ma'lum qilmay turib 30dan ortiq mehmon chaqirgan, yig'ilish o'tkazgan yoki diniy marosim qilgan kishilarning qonunsiz yig'ilish o'tkazganlar qatorida zarba berish nishoni qilinganligini bildirdi. Qanday qishlar qonunsiz yig'ilish bo'ladi? Qonunsiz yig'ilish deb borgan moddada. Masalan, qonunsiz yig'ilish desa, masalan, birisi chaqirib, maqsadli holda xalqlar mehmonga chaqirdim deb. Aniki shu jarayonda masalan, tabliq so'zlik deymiz-ku. Şirketlerine atpasa şeyde anda qısanglar bo'lmay, anda qısanglar anda qilamiz deb hükümetke qonun qilib şirketler bo'lsa, teşvik qilib qilgan hareketler olsa qonunsiz yig'ilish bo'ldi. Diniy targ'ib qilganlarmi kiramdi buning ichiga? Qonunsiz diniy yig'ilishlar, shunaqlarni qilgan odamlarmi tutilamdi? Kirdi. Şimdi ben çakırış jarayonida aşınında ilqinde kanunsuz hareketler bo'lsa, o kanunsuzlik kirdi. O maş 100 kunlik zarb berishning ichida bu mazmunlar bormi? Bu ishda kirdi emasmi? Ilqin masalan to'plashib ilqinde cheklangan narsalarni ko'rsa, yoki ashuni boshqalarga nima qilsa, tashviq qilsa, o vaqtda o kanunsuz, masalan kanunsuz to'plashib bir yerda bir qilamiz deb to'plashib qilgan bo'lsa, o vaqtda o kanunsuz harakat bo'ldi. Bu Qur'on o'qigan vaqtda nima hozir qonunning belgilab hukumatning belgilab imomlar kelib o'qish kerak. Ashna kim yerda Qur'on bilmayman deb mag'iz ishkaysiz bilganlarning hammasi Qur'on o'qiydigan ish bo'lmaydi. Yig'ilish jarayonida ba'zilar yaxshi nima bilan bordi, ba'zilar yomon nima bilan bordi. Chunki va jamiyatda har qanday odam bor. Shunama biz ba'zilar shu fursatdan foydalanib qalamdan so'zlab qolsa, u vaqtda hammasi ta'sir bo'ladi. Mazkur saqchi xodimi yana tuqqan yo'qlash va boshqa sabablar bilan chet eldan yoki boshqa yurtlardan kelganlarning 3 kun ichida o'zini aholi komitetiga yoki saqchixonaga ma'lum qilish kerakligini tilga oldi. O'zimiz so'rash berib ashlarga nima qilsiz, doklad qilasiz işte. Tuqqaningizning o'rniga kelsangiz, tuqqaningizning o'rniga kelgan turishlik o'rniga sizni emasmi? Nima chiqmaslarni siz so'rab ketmang bo'lamda. Chunki bu biyaning siyosatini imsnaşlar özleri bildi, siz sırt tuttuğunuz ki siz bilmeysiniz. Bilmeyi turib qalayımqan sözlep qalsanız, o vaqt siz tesir oldu. U so'zida belgilangan muhlat ichida o'zini ma'lum qilmaganlarning saqchilar tarafidan tekshirilib bir taraf qilinganligini alohida eskartib o'tdi. Gollandiyada yashayotgan lager shoidi Ömerbek Ali Xitoyda atalmış jinoiy qilmishlarga zarba berish nomida ilib beriladigan barliq harakatlarning Uyg'ur diyoriga kelganda siyosiylashib, rayondagi Uyg'ur, qozoq qatorliq yerlik xalqlarga ayvi ko'rsatish, ularning ichidagi boshlamchilik iqtidoriga ega kishilarni bostirishni nishon qilganligini ta'kidladi. Xitoylarniki apparatgan har qatimliq mustaqil siyosiy faoliyatlari men burundan bundan xabarim bor. Hammasi siyosiy xarakterli siyosiy tutishni olgan asosliq shu diniy sohadagi va jamiyatda eng ilg'or millatparvar va boy tijoratchilarni ko'z ostiga nazorat ostiga olgan va asos ashlan tutish ob'ekt qilgan. 2017-yilda mana shu bo'lgandan keyinmi bu ahvol ochiq oshkora holatda harakatlarni bana qilib qo'lga oladigan bo'lgan holat shakllangan. Bizning tutgan vaqtimiz asosiyatdan butunlay shu kech soat 3-ki soat 9dan boshlab soat 5gacha tutqun qiladi. Ömerbek Ali Efendi yana o'zining 2017-yili Qozog'istonning bir savdo o'migi bilan Uyg'ur diyoriga safar qilganligini, ota-onasini yo'qlash uchun Pichanga bog'inida Xitoyning dal mushxildagi zarba berish nishoniga aylanib tutqun qilingandek kechirmishlarini so'zlab o'tdi. New York'ta yaşaydigan Tungan siyasi analizchisi Maji, Xitoyning bu xildagi atalmış zarba berish harakatlarining Uyg'ur diyorida siyosiy qaratmalikqa ega bo'lganligini eskartib o'tdi. U mundaq dedi. 关于中国现在正在推行的这样一个新的所谓的新政策，那么实际上呢有很多的玄机在其间。首先第一个呢就是不被他们所提到的75事件的发生。 Xitoy Kompartiya hukumati berayotgan bu xil bostirish harakatlarining orqasiga nurg'un masalalar yoshiringan. Birinchidan bu qatimliq zarba berish harakati Xitoy tilga olishni xohlamaydigan 5-iyul Urumchi voqeasi yuz bergan mezgilga to'g'ri kelgan. Buningga bu yil 14 yil bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bu xil zarba berish harakati yana davom qilyapti. 那么第二件事情呢，事实上是更为重要的。中共正在文化和种族灭绝的道路上继续前进。 Ikkinchidan, Xitoy Kompartiya hukumati hozir rayonda irqiy va madaniyat qirg'inchiligi siyosatini davom qilyapti. Ular bu xil harakatlar orqali Uyg'urlarga jismoniy va ruhiy jihatdan zarba berishni davom qilyapti.
Ular rayonning jamiyat amonligi va muqimligini qo'g'dash nomida qarorlik holda bu xildagi zarba berish ham hayva ko'rsiz harakatlarini olib beryotdi. Maji Efendi sözünü davamlaştırıp yana mundaq dedi. 那么他们采取比如说有任何婚丧嫁娶的事情都要中共同意都要有维稳部门Bu xil bostirishlarda ular hatto Uyg'urlarning to'y to'kin, nazirchiroq qatorliq urf-odat murosimlariga cheklama qo'yib, hukumatning belgilamalariga uyg'un bo'lmagan yig'ilishlarning hammasini qonunsiz yig'ilish deb zarba berish nishoni qilyotdi. Bularning hammasi rayonda qirg'inchilikni to'liq amalga oshirishni nishon qilgan. Hürmetlik radyo anlıqçılar, yuqurda Uyghur diyarida davam qılıvatqan 100 günlük zərbi beriş hərəkəti haqqında rayondan egəlligən əhvallarını anladınlar. Programını Mehriban tayarladı.